Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm House kanalına munosar. Ko'p bo'ladi YouTube'a video joylamıyoruz. Joylayverdik. Instagram'dakilar YouTube'a joylayverdik. Meni katta video olmadik. Xudo xohlasa sizlarga asta-sekin görünüş berib boshlaylik hurmatli onalar. Yana bir assalomu alaykum. Xudo xohlasa sizlar bilan bugun Sputnikdamiz. Urganch shahar 22-son maktab yonida joylashgan 420 kvadrat metrli joyimiz shu. Xudo xohlasa sotuvga chiqdi hurmatli onalar. Video obzorimiz albatta like bosib, profilimizga obuna bo'lgan holatda joylandirib berib, xudo xohlasa video obzorini boshlayverasizlar. Qaranglar. 15'e 28 bo'ladi. Elde 15, uzinasına 28. Pajani xotidan bir gösterib do'stim. Qani. Yenglar hurmatli onalar, shu yerdan boshlayveradi. Yana pajani xotlari shunning ketgan. Qaranglar, bir joychi og'alarimiz ham to'g'ri keladi. Bemalol xudo xohlasa 3 joy menimcha tushirsa bo'ladi. Xudo xohlasa. 105, 108 kvadratlardan tushib boradi xudo xohlasa. Shunday eldinda zenon zonalari mavjud. Xonadonimiz fonlari berilgan, lekin remont talab hurmatli onalar. Bir asfijlatib berasa, girganimizdan keyin shunday katta dalon olingan bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Gaz suv suyetdan bu yerda muammo yo'q. Bu yoqda rakovinalari, o'ng tomonimizda birinchi xonasi. Общий 5 xona bor bu yerda. Xudo xohlasa, bismillah deb yana. Berlarni shunday fonlari berib turib, xullas navdazan bir qadar remont qilib berasizlar xudo xohlasa. Bitta rasot bor. Narx ham shunga yarasha hurmatli onalar. Videomizning o'rtasida aytib o'tib ketaman sizlarga. 765 milyon so'm, 420 kvadrat metr. Urganch shahar Sputnik 22-son maktabning yon tomoni. Ne deydi? Arzonmi, qimmatmi? Fikrlaringizni komment yozib ketaverasizlar. Bu yon tomonimizni ko'rsatib bersang, ikki xonasi mavjud. Bu yerni ko'rsatib o'tirmaymiz hurmatli onalar. Bu yerimizda bir spalni, bu yonimiz zal ekan. Bir spalni, bir zal. Bu yonimizda ham 2 spalni, umumiy 3 spalni, 2 zal bo'ladi shunda. Bu yon tomonimiz kuxnyasi bir ko'rsatib bersang. Shunday qizil oq bilan kombinatsiya ishlangan. Endi esa hurmatli onalar, bu yonimizda tualeti, sanuzeri ikkisi bir joyda joylashgan bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu yerlar shunday akkuratli bo'lib turibdi. Endi esa keyingi oxirgi sizlarga ko'rsatgan xonam, bu yeri shunday katta olingan zali bo'ladi. Tuanlaringiz. Nima deymiz hurmatli onalar, 765 million so'm egasi aytib turibdi. Yana ham kelishtirib ham beradi, xudo xohlasa. Ustunda naqd variantlari bor. Şimdi bartera işlemi bilmedim. Menimcha bartera ishlamaydilar hurmatli onalar. Faqat naqd pul sotiladi, xudo xohlasa. Bu tomonlar shunday keng olingan bir ko'rsatma. Zenon zonalari mavjud o'zini. Aytib o'tganmi, video boshlamaymcha aytmadim, Instagramda aytdim, YouTube'da aytmadim. Ikki xota mavjud. Bu yon tomondan girsangizlar bo'ladi, pajani xotimdan. Bu yoni samon bilan bosilgan ekan. Xohlasangizlar bir rekonstruksiya etib, kaladopki hisobidan foydalansangizlar bo'ladi yoki-da molxona qilsangizlar ham bo'ladi. Qo'y, qo'chqarmi, molmi, xudoga yetar bir ko'rsatma. Depalari bilan yana samon bilan bosilib turibdi hurmatli obunachilar. Bu yonda yozgi tualetlar ham mavjud. Narxi 765 million so'm, ustidan kammi bemalol pastdagi nomerga aloqa chiqib sodalashmasangiz bo'ladi. Xorazm House xudo xohlasa sizlar uchun xizmatdamiz. Videoning davomida kamchiliklar bo'lmasa, albatta o'zingiz so'rab qolamiz hurmatli obunachilar. Nima deymiz? Arzonmi, qimmatmi? Fikrlaringizni o'zingiz kommentariyada bildirib ketaverasiz. Xorazm House profilini qaysi davlatdan, qaysi viloyatdan kuzatib tursa, shuni ham kommentar yozib ketinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.